Assalomu alaykum. Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli akalar, ukalar. Mana bugun xudo xolisi ikkita darvozamizga kraskamizni sachyapmiz. Sizlarga qisqacha qilib kraskadan oldin ma'lumot beraylik dedik. Kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Islom Ustoz sizlarning xizmatlaringda. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosasizlar, yoqmagan bo'lsa dislike bosasizlar. Muhimi qo'llab-quvvatlab qo'ysalaring bo'ldi. Endi hurmatli aka-ukalar, bu darvozamizni hozir 1.8 listli 6 ga to'r stoykalari 10 lik shivillerdan bo'lgan hurmatli aka-ukalar 1 kvadrat metrini oxirida aytaman. Bu darvozamizni listlari 1.8 lik, profillari 6 ga to'r, 1.5 stena, kraskamizni hozir mana shu holati, gruntovka holati hurmatli aka-ukalar. Mana bu darvozamiz kraskadan oldingi holati. Bu darvozamizni bitta razvedlar artiladi. Shunda salloq bo'lib, toza bo'ladi va kraskasi, gruntovkalari ham juda ham chiroyli chiqadi xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, bu 2 arkali darvoza deyiladi hurmatli aka-ukalar. Xo'p. Darvozamiz обязательно har bitta darvozamizga gruntovka uramiz. Mana bunisini tepasi setkali bu darvozamizni. Buni ham tozalab, razvedlab artilyapti xudo xolasa. Mana bu gruntovka sachilgan holati. 1 kvadrat metri 830 ming, 850 ming so'm, 900 ming so'mgacha tayyorlab berilyapti. Hurmatli aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, videolarimizda darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, o'z fikrlaringizni qoldirsalaring, bundan keyingi ishlarimizni xudo xolasa to'ldirib ketamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, qo'llab-quvvatlab yana bir bor bitta like bosib qo'yasizlar.